Sure Adiyat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. G'azilarning düşmanga hujum qilishida hasirab yugurgichi, qattiq yugurganlikdan tuvoqlaridan o't chiqarg'uchi, atiganda düşman ustiga bostirib kirguchi, qattiq chopqanlikdan to'pchang chiqarg'uchi, shu to'pchang bilan düşman to'pi ichiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, inson haqiqatan Rabbining ne'matlarini shaksiz inkor qilguchidir. İnsan haqiqatan uningga, ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir. İnsan pul molga intayin herisdir. Qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan, dillardagi sirlar oshkora qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Rabbining haqiqatan xabardor ekanligini bu nadan inson bilmamdi